Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün sözleydiğen, biz hazırlaşqa tegishlik bir fazilet yoki ruh, islahçılık. Yani islahat ruhi. Yani ma'niliqi islom axloqi haqida yozilgan kitoblarda bu xil nomda bir tema uchratib boqmadim. Ammo ma'niliqi bu asli islomning ruhiga oid uyg'un bo'lganligi uchun va uning ba'zi oyat hadislardan asosi bo'lganligi uchun şunlar ben bunu bir ortaklaşay, bu bir muhim nokta ekan deb, şu bugün sizlarga şu noktani sözlemoqchi. Bunun to'xtalishdan burun biz bunda bazı misollarni tasavvur qilib boqaylik. Mesela ikki bog'van var. Bir bog'van o'zining big'ini shu parvish qildigan vaqtida keldi, o'tdi, o'tlarini elib etdi, uni obdan uvladi, o'g'ildi. Qilishga tegishlik parvishini qilib etgandan keyin u o'zining boshqa ishi bilan bo'ldi. Yana bir bog'van uni o'xshashli bu emgaklarni qildi, o'tidi, uvladi, o'g'ildi, qilishga tegishlik parvishlarini qildi. Ammo u har kuni yoki 2-3 kunda bir qatim bu beg'ini yo'qlab turdi. Yana o'sib qolgan o't-cho'p bormi, yo'qmi? Ba'zi bir harom putoqli chiqib qoldimi, chiqib qolmadimi? deb o'sayotgan o'simliklarning, yana bog'dagi mevalarning zaten yaxshi aynayotmayotganligini kuzatib turdi. Endi bu ikkisidan albatta hozir men so'rasam, qaysi bog' bakrak aynishi, qaysi bog' bakrak gullashi mumkin deb so'rasam, hammamiz cho'qim albatta ikkinchi bog'vanning biri deb javob beramiz. Chunki ikkinchi bog'van bir qatim parvish qilib tashlab qo'ymadi. Balki har qatim, har kuni, har vaqt o'zi parvish qilgan shu bog'ning İçide körülüp qilish ehtimolligi bo'lgan masalalarning oldini oldi ve onu vaqtida saqaytib hal qilib maqdi. Bu orqali buni demoqchi bo'lganim, bugun so'zlamoqchi bo'lganim dal bizda bo'lishga tegishli bu shu bog'vanga o'xshash, ya'ni islohot ruhi. Ya'ni yaxshilash ruhi. Bir ishni davomli yaxshilash. Bir qatim qilib kupoyilinib qilish emas. Masalan, men ma ishni o'ngishib etdim, endi bu putdi deb uni tashlab etish emas, balki har vaqt qanday qilsam qilayotgan ishimni turvatkan halatimni hozirqidan texmi bir palla yuksalta olayman. Hozirqidan texmi bir derece yaxshilay olayman degan mushi dardda bo'lish. Har vaqt mushi dardda bo'lish. Islohchilik degan mushi. Bir ma'nodan bu biz oldin qatim so'zlab o'tgan kamolat, ya'ni itqon degan axloq bilan ma'lum darajada munosabatlik, ya'ni ishni voyaga yetkazib qilish. Ammo islohchilikning farqi bu har vaqt isloh qilish. Har vaqt yaxshilashga tirishish. Hech bir zaman mevcut haldan kanaat hasıl kılıp to'xtab qolmaslik, turib qolmaslik degan ma'noda. Amaliyotda mening bugün bu temini so'zlashga ilhom bo'lgani amaliyot Qur'oni Karimdagi tuvandagi oyat. Allah Qur'oni Karimda sura Hudning 117-oyati. Ve ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin ve ahluha muslihun. Bunun ma'nosi sening Rabbing hech bir zaman ma'lum bir aholini, ma'lum bir yurtni yoki ma'lum bir xalqni ular islohot qilguvchi kishilarni bo'ladi ekan, hargiz halok qilib etmadi. Bunda ishni qilib boqmadi degan ma'noda. Bu oyatni texmo yaxshiroq tushunish uchun ba'zi ishlatilgan so'zliklar haqida menimcha to'xtalish lozim. Birisi deydi va ma kana rabbuka degani bunda ishni qilmadi, qilmaydi emas, balki hech bir zaman qilib boqmadi va qilmaydi deb ma'nodan aniq va keskin bir intonatsiya mevcut. Yani kılmaydı emas. Mesela la yuhlikul qura emas demek yani. Kılmaydı, halak kılmaydı emas ve makane yenge bunda aşık bakmadı ve kılmaydı. Mayadaki telaffuz, intonatsiya alaylı güçlük. Yani ikincisi muslih kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de size Kur'an'ın Uygurcasını okusanlar belki Kur'an'ın mening ismini qilishcha bu oyatning tercümesi Allah bir kavimni yaxshi bo'lsa, halok qilmaydi deb tarjima qilingan. Yoki muslihning ma'nosi yaxshi deb tarjima qilingan. Bu yaxshi degan ibora arabchadagi men muslihunni to'liq ifodalab bermaydi. Yoki muslihun aslaha degan so'zdan kelgan. Aslahaning ma'nosi dal shu biz Uyg'urcha ishlatgan isloh qilishning o'tgan zamon shakli. Ya'ni isloh qildi, yaxshiladi, bir narsani a'lolashtirdi degan ma'noda. Unda da muslihunning ma'nosi yaxshi degan gap bo'lishdan halqib, yani salih degan gap bo'lishdan halqib, yani isloh qilguvchi, yaxshilig'uchi, o'zining yaxshiligi bilan kifoya qilguvchi emas, balki atrofini o'zgartuvchi, yaxshilig'uchi degan ma'noda. Endi biz buni
dunyoning qonuniyati, ya'ni ijtimoiy hayotning qonuniyati nuqtasini tahlil qilgan vaqtimizda o'sha oyatning ma'nosini amaliyotda ma'lum bir davlat, ma'lum bir qavm, hatto bir shaxs har vaqt o'zini isloh qilib mangadi ekan, har vaqt o'zining ahvolini yaxshilab, yangi sharoitlarga loyiqlashtirib, moslashtirib, zamonning, makonning talablaridan chiqib mangadi ekan, bu millat, bu qavm, bu davlat halok bo'lmaydi. Gumron bo'lmaydi. Chunki her vakit özünü yeni kan bilen toluklap durdu. Yeni hırslarga, yeni kabiliyet, yeni iktidarlar bilen takabül duralaydı. Anladın ki ve ehluha muslihun diyen ulanın ehli yani aşı yurttikiler yani şart manası var bir yerde. Bu islahatçı bulapla durur diyen gap. Islahatçı bolsa diyen gaptan halkagan gap. Ve ehluha muslihun gap. Islahatçı bulupla durur diyen akıbet yüz vermeydi. Hem de onun teatrisini düşünsek, mefhum muhalefete bir gap var, teatrisini kulağız çıkarış bir nesine. Eğer bir kavim ıslahatçı bulmaydıken, ıslahçılıkını taşrif etediken, o çokum halak buldu diyen mani düşünsek mi hatamız. Hem de ahirdeki en mühim bir nokta, muslih diyen söz, isim, yani ıslah kılgıcı diyen gap. Allah Kur'an-ı Kerim'de mayada, ula özünü ıslah kılsa da bir fiil işletmedi. Mesela yuslihuna diyenge okşaş fiil ma'nosidagi bir sözde işletmedi. Belki isim yani şu işte kılgıcı deydigan ismi fail de bir gap var Arapçada. Muşu xil söz şeklini işletti. Bunun ma'nosi men addi tushundirsam, bunun odatdagi fiil ishlatganga qaraganda alohida bir kuchli ma'nosi var. Yani islahchilik odamning hayotiga aylanib ketgan degan ma'noda. Bir qatim, ikki qatim isloh qilib qo'ygan degan gap emas. Masalan deyli, biz madem nayyaqti desek, madem bir qatim nayyaq qilibdi yoki ikki qatim nayyaq qilibdi yoki nayyaq ishdan iborat bir ish harakatni o'rinlabdi deb bilamiz. Masalan, u xohlagan bir odam bo'lishi mumkin. Hatto men. Masalan, men nayyaqtim bo'lsa, men bir qatim nayyaqtim yoki ikki qatim nayyaqtim. Shu fiilni ijro qildim. Ammo men navoy desamchi. Mesela u navoy desakchi. Nayyaqish odamning kimligining bir parchasi. Nayyaqish demek, aşı adam şu demek. Bir yağatçı desek, birisi karavat yasıdı, ikincisi bağ yağatçı desek, yağatçının tabiiti şu, yağaçta bir neslerini yasaş. Yani bunundan çıkarıvatkan mana, muslih deb kelgan vaqtda, isloh qilguvchi deb kelgan vaqtda, bir qatim, ikki qatim isloh qildi emas. Balki shu islohchilik, islohat ruhi, aşı qavmning, aşı millatning, aşı yurt xalqining ruhiga singib ketgan. Şularning kimligining ajralmas bir partisiga aylanib ketganda degan gap. Yani aşı islohchilik uning hunari, uning san'ati degan gap. Shunga buni oyati cho'nqur ma'noga ega bir oyat. Hem Allah Qur'oni Karimda shu isloh qilmasi qanday bo'lganligini mundaq deydi. Sizlardan burun o'tgan ummatlarning orasida nimishqa bir turkum kishilar bu yer yuzidagi buzg'unchilikni tusadigan bir aql egilar orang'ildan chiqmadi. Ularning orasidan buzg'unchilikni tusib bizning nijotligimizga erishganlar az sondagi kishilarni aytib mustasno. Ya'ni mushunday kishilar az. Yani mushunday kishilar anadan keyin Alloh qutqizadigan kishilar qatoriga kiradi. Mush islohotni tutib mangan kishilar. Ya'ni shu buzg'unchilikning oldini olgan va o'ngishgan kishilar anadan keyin Allohning nijotligiga noil bo'la oladi. O'zlariga zulm qilguvchilar ayshi ishratlik turmushni qo'g'lashidi. Ular gunohkor kishilardir. Yani oxirdagi oyatdan men biroz cho'chidim bayam o'qib. Mayadiki taballazina zalamu ma utrifu fihi va kanu mujrimin. Yani zulm qilguvchilar nima deydi? İttaba ma utrifu fihi. Yani ayshi ishratlik, hashamatlik, nahayat alayda haddidan ziyoda bayashat alayda bir turmushni qo'g'lashadigan kishilar. Shunga biz buni alayda diqqat qilishimiz lozim ki. Endi vatanda ma'lum mezgil pul topgandan keyin turmush sifatimizda nahayat cho'ng o'zgarish yuz berdi va shuning bilan birga haqiqatan iste'molda mayli uy, mashina, yemek, içmek qatorliqlarda hatta nahayat zo'r isrofchilik maydonga keldi. Men bu isrofchilikni bunda Qur'oni Karimda nima deganda zulm qiluvchilar degan iboralar kelganini belki bu oyatni burun o'qigan bo'lishim mumkin nechiqatim. Va shu ishni kallamga keldi. Endi chet eldimi bundan alay saqlanishimiz lozimki deb o'yladim. Bu temamizga biraz munosabatli bo'lmasinmi oyat chiqqanligi uchun eskertib o'tay dedim.
Hem de yeni bir hadiste İbn Mace'de onda bir hadis gelgan. Kişiler yamanlıkni ko'rib uni o'ngishmasa, kişiler yani yamanlıkni ko'rib buni isloh qilmasa, o'ngishmasa, ularga Allohning umumyuzlik azobi kiradi. Yani o kavmning ichidagi o'ngishigan kishilarni qutqizib qilibla, o'ngishmagan kishilarga kelmasdan, balki butkul millat qavmga am holda bu azob kiraverdi. Demak, bir qavmning halok bo'lishi, gullanishi deganlarni yuqorgi oyat va hadislarda ulardagi shu ko'rgan masalani, yuz bergan krizisni o'ng'ishash, isloh qilish iqtidori va shu ruhiga Alloh bog'layotdi. Amaliyotda biz real dunyoda turmush qaraydigan bo'lsak, bayam deganimga o'xshash, o'zining beg'ini har vaqt parvish qilib turgan bog'vanning beg'idan chuqum bir qatim, ikki qatim parvish qilib qo'yam, kar bo'lmagan yoki vaqt yetmagan bog'vanning beg'idan chiqadigan mevaga qaraganda nechasi ko'p meva chiqadi. Texmi oddiy o'xshatsak, turg'un suvga qarab boqayli. Bir ko'lning suvi bir mezgil o'tgandan keyin bu ko'lning suvi asta-asta rangi o'zgarishga, sesib qilishga boshlaydi. Ammo bir eqin, kichikgina eriq bo'lsa-mu, eqibli tursa, bu eqin sesimaydi. Süzük turadi. Menimcha islohot shunga o'xshaydi. Islohot shu eqib turgan eriqqa o'xshasa, islohotdan ayrilib qolish shu turg'un suvga o'xshaydi. Biz islohotdan ayrilib qolgan vaqtimizda asta-asta sesib qilishga boshlaymiz. Bir shaxs nuqtasidan aytaylik, agar bir shaxs o'zini har vaqt isloh qilib turmasa, mayli imoniy jihatda, iymonini kuchlantirish uchun harakat qilmasa, tirishmasa, asta-asta yumshab qoladi, asta-asta irodasi sustlab qoladi. Agar har vaqt o'rganib turmasa, bilim bilan o'zini qurollantirib turmasa, nurg'un yangi masalalarni hal qilishga asta-asta qurbati yetmaydigan bo'lib qoldi. Bu shu turmushning o'zining raqobatidan, turmushning o'zining xiristlar va masalalardan yo'ddisidan chiqolmaydigan bo'lib qoldi. Sal yo'g'inatayli, agar bir tashkilot har vaqt o'zini isloh qilmasa, tuzilmalarni isloh qilmasa, odamlarning saviyasini davomli kursga qatnashtiramdi, nima qilsa qilib o'stirib turmasa, bir xil tursa, asta-asta bu tashkilotni xuddi hozir misol keltirgan ko'lga o'xshash bara sesib qilishga boshlaydi. Dunyo tarixi bu misollar bilan to'lib toshgan. Islohot ro'yidan ayrilgan har qanday tashkilot, har qanday partiya bir mezgil ma'lum masalalarni vujudga chiqarganda ko'rinsimi, asta-asta ular o'zining go'riga qarab yaqinlashgan bo'ldi. Chunki hayot hech bir zaman turg'un emas. Hayotlik harakat bilan oldiga mangadi. Yangi masalalar, yangi xiristlar har vaqt bizga duch keladi. Agar biz o'zimizni shu masalalarga, shu xiristlarga, shaxsmi, tashkilotmi loyiqlashtirib turmasa, yangi qurollar bilan qurollanib turmasa, bu yangi chiqqan masalalar va raqobat xirist oldida asta-asta biz zaif tushib qolamiz, oxirida mag'lub bo'lamiz. Agar bir davlat, keyin buni sal yo'g'in tili, agar bir davlat o'zining qonunini, ba'zi tuzilmalarni isloh qilmasa, tarixda bu xil misol o kadar jiqki, ma'lum bir davlatning kichikgina bir siyosatini, kichikgina bir qonunini o'zgartirish bilan gullanib ketgan. Kichikgina bir siyosat va qonunni o'zgartmaslik bilan yoki xato qilib qo'yish bilan to'liq gumron bo'lgan ajoyib ko'p misollar bor. Agar biz bu vaqtda to'xtalsak, bugun so'zimiz tugamaydi. Ammo qonuniyat shu. Isloh qilishdan to'xtab qoladi ekan, ya'ni islohot ruhidan mahrum bo'lib qoladi ekan, har vaqt dunyo olib kelgan masalalarga taqobil turolmaydi. Bugungi dunyoda biz shunday bo'layapmiz. 40 yil, 50 yil burun shug'ullanib kelgan ba'zi uslublarimizni hozirmi tashlamayapmiz. Yoki zamonning talabi, makonning talabi, yangi o'zgarishlarning talabiga biz loyiqmi emasmi? Biz nimalarni tashlashimiz, nimalarni saqlashimiz lozim degan masalalar ustida o'ylanmayapmiz. Amaliyotda islohot degan shu. Aslahaning ma'nosi inqilob emas. Ya'ni bir narsani tubdan o'zgartirib etish emas, balki aslida bu yerda bir narsa mavjud. Ya'ni yaxshi bir narsa bor. Shu yaxshi narsani aslidagiga qaraganda texmi bir daraja yaxshilash, texmi a'lolashtirish. Eng oddiy bir misol. Hammamizning qo'limizda telefonimiz bor, kompyuterimiz bor. Yumshoq detallar pat bizga nima deb uchirib keldi? Update qiling deydi. Ya'ni sistemini a'lolashtiring deydi. Nimishqa bu sistemini ani ishlatgandan keyin bikadan-bikaga a'lolashtiramiz? Chunki bu sistemaga yangi iqtidor kiritildi. Burun qilinmaydigan ba'zi ishlarni qila olasiz. Anadagi kompyuter va telefondagi qattiq detalma o'zgardi. Agar ma'ni siz a'lolashtirib, loyiqlashtirmasangiz, ba'zi iqtidorlar ishlamaydi. Hatto sistemaning ravon yurishiga ta'sir ko'rsatadi. Shunga har doim o shirkatlar mahsulot ishlab chiqarsa, mayli qattiq detalni, mayli yumshoq detalni har vaqt a'lolashtirib turadi. Ya'ni isloh qilib turadi. Isloh qilib turganligi uchun
Yeni şirketler raqobatchilik maydonga kelsimi, shu raqobat ichida putrab turib, yiqilib ketmay menyapti. Agar isloh qilmaganlar. Mesela en addi bir misalni alaylik. Bundan 10 yıl burun, yakın 10 yıl burun. Finlandiya'nın Nokia degan telefon şirketi dünyadaki en çok telefon şirketiydi. Buna isimli karıştı dünyanın 70%'కి yakın bazarı Nokia'nın kolda tuttu. Ama bu ikrarlık telefon çıktı, alma, tuncu ketim, elbette onun burunlu ikrarlık telefonunu Windows diye işleyen. Ama almanınki okşaş, bu da inkılap karakterlik emez. Onun sistemi size gelecek fark var. Alma şunu çıkargandan keyin Nokia şirketidekiler meskir kılıp külüştü hatta. Ya kim onda yoğun alqanğa patmaydigan telefonni işiltidi, bu ekranga barmagida besib xat nima degan qulaysız. Adam mashinada bir qo'lda mashinada bir qo'lda buni qanday ishiltalaydi deb bu o'zgarishga darhol moslashmadi. Darhol moslashmadi, undan keyin mesela Koreyaning Samsung şirketi darhol yeni Android sistemi bilan o'zining burunqi konukkilik telefonini darhol o'zgartirib, bu ikrarlik telefonga tezlamaya geçti. Şu hazırgacha 2-chi o'rinda. Tez geçti. Aslında Nokia'nın qattiq detaldagi texnikasi hech qanday qilishmaydi. Şu vaqtda bular qarşılık qildi. Başqacha desek, ya unda olmaydi deb o'zini islohot qilishga kallasi yengilayolmadi. Ya bunda bo'lmas deb o'ylab qoldi. Ular o torning alqonga kelib qilish ehtimolligining borligini, keyin insonlarning torga kompyuterdan emas, asta telefondan ko'p chiqadiganligini oldin faraz qilolmadi. Şu sebepten ular qilib qoldi. Şu hozirga qadar asosan jantalashibroq yuryapti. Telefonda hozir oldingi 10ning ichida emas, 20ning ichida emas men bilishimcha. Ma texnika ilm-fan tarixida bu xil misollar favqulodda ko'p. Bu dunyo siyosat tarixida mana shundoq. Üstüne isloh qilganlar. Masalan biz musulmonlarning o'zimizning musulmonlar davlatlarining tarixiga emas, bu dunyo tarixida güllengen, terakki kılgan devletlerinin şu nimişki güllengen şu vaqtda deydigan şu alahide devirdeki epbağan bazı bir islahatlara qarab bakılgan bolsak, meyli İtalya'daki Rönesans devri, meyli Çar Rusya devirdeki Petir vaqtida başlangan Rusya'daki islahatlar olmuşsun. Keyinki Şimali Amerika'daki islahatlar, Fransa'daki sanat inqilabı okşaş. Mana bu şu mesela Japonya'daki Meiji yıldaki yenilik köçüş deganlar hemmesi de alayda çok özgürlükçü yüz bergen. Yani mevcut haldan yeni bir halga yötkelgen. Bizim tariximizdeki Abdülkadir Damollamovni biz en qadrlaydigan, en kıymetli ruhi qayerda? Islahat ruhida, ıslah qilganligida. Burunqi ma'rifni, ya bu hozirgi Uyg'ur ümmetining, Uyg'ur din musulmonlarining milletining ehtiyojiga loyiq emas. Bu ma'rif bular biz uchirgan masalani hal qilinmaydi deb ıslah qilmoqchi bo'ldi. Endi o'xshash savol bugungi kunda mi so'ralaydi? Unda da bugungi kunda-chi. Bugungi kunda Uyg'urlar duch kelgan masalalarga nisbatan bizning ahli ulamolarimiz, ziyolilarimiz va boshqalar qanchalik islohchilik nuqtasida turib, yeni yo'llarni, yeni strategiya va usullarni o'tirib qo'yatdi. Faqat mushunda bo'lgan vaqtda anandan keyin biz qudrat topa olamiz. Men bugun bu temani atayin so'zlashimning sababi shu. Balki boshqa har qanday millatga qaraganda bugungi kunda kuchga, qudratga eng ehtiyojli millatlarning biri biz bo'lishimiz mumkin. Musulmonlar bo'lishi mumkin. Mana shu qudrat, shu kuchni qo'lga akiladigan eng muhim bir ruh, bu islohchilik. Hergiz mevcut holatdan qanoat qilib qilish. Mevcut holat sal yaxshi bo'lib qolsa biz qaltis qilib etdik deb o'ylab qilish emas. Islohchilik deganning ma'nosi her vaqt yaxshilab turadigan bir ruh sizdan nere bo'lmasin. Hatta siz bugun oshxona ochdingiz. Aşkanınız acayip aktı. Nait yaxşı eqiliq. Aşkanam nait qaltis eqib ketdi, işim püttü deb oylamang demekçi. Mayadagi islohchilikning men ta'kidlamoqchi bo'lgan ma'nosi shu. Nachar vaqtidingizda chuqur islohot yaparishingiz lozim. G'alba qilib bo'lgandan keyin bu. Qur'ondagi oyatdagi va ahluha muslihunning ma'nosi meningcha shu. Ya'ni g'alba qilgan vaqtingizda islohchilik sizning kimligingizning bir parchasi bo'lsin. Endi İslahçılıkның, yani islahat royunun qanday faydaları var? Bunun faydaları intayin köp. Ben fakat bir qancha nuqtaga yerini çaqıldı. Birincisi, biz addi etsek su kelgicha to'g'on tuta olamiz. Nima uchun? Chunki biz islahchil bir ruhda bo'lganligimiz uchun qachon qanday masala kelib chiqishi mumkin, qanday krizis bosh ko'tarishi mumkin deganiga nisbatan masala yuz berganda emas, yuz berishdan burun diagnoz qo'yadigan bir odatga ega bo'lamiz.
Çünkü her vakit dikkat qilib turmiz. Mesela hozirgi oshxona misolini olsak, oshxonam yaxshi mengavatidi. Ammo bunday hisoblarga qarasangiz, oldingi hafta masalan polo nihoyat ko'p sotilgan bo'lsa, va 2-3 haftadan yaqin sal poloning setilishi azayib ketgan. Poloning sifatida darhol masala ko'rilibdi. Deb darhol siz buni o'ngshaysiz. Hergiz siz oshxonangiz taqilib bo'lgandan keyin, siz ishingiz tugashgandan keyin oldingi masala qayerda deb o'ltirmaysiz demakchi. Her vaqt buni o'ngshaydigan bir ruhingiz va oldin masalani oldini ola olasiz. Bu biz bugungi kunda musulmonlar bo'lib Uyg'urlar hozirlashga tegishli ajoyib muhim iqtidor. Bu bir millat davlatning strategiyasi bo'lishdan biz oddiylashtirib bir ota-onaning farzand tarbiyasiga tatbiqlab baqili. Mesela mendan ko'p so'ralgan savollarning birisi, "Shu balam telefonga bak amra qo'yib qoldi" deb so'raydi nurg'un kishi. Bundan keyin bu savoldan keyin nimani faraz qila olamiz? Bu bola bu telefonga tunigan bugun amra qo'yib qolgan emas. Bu ota-ona nima uchun buni endi so'raydi? Chunki bolasi telefonga qattiq amra qo'yib ketib, uning ko'zlari chuqur qizirib ketgan. Telefondan boshqa narsani xiyol qilmaydi. Telefonni tortib olsa o'zini yagi tashlab yig'laydi. Ya'ni bolaning telefonga amroqligi ota-onaning rohatini qattiq buzdi va bir masalaga aylandi. Shu vaqtda andan keyin balam telefonga amroq bo'lib qoldi. Mana qanday qilaman deb doktorga keldi. Halbuki bir aql parasti joyida bir ota-ona balası telefonga dastlabda shunda o'ynab turgan. Shuni epqichib o'ynayotgan. Odam yo'q yerda o'ynayotgan. Tiqib o'ynayotgan vaqtda chatoq. Sen diqqat qilmasam xumo bo'lib ehtimoli bor degan narsa bilamanmi? Bilalaydi. Ya'ni oldin bilalaydi buni. Agar bir ota-ona o'zining tarbiya usuliga nisbatan mush islohchilik nuqtai nazarida qaraya olsa, yuz berish ehtimolligi bo'lgan o'sha masala yüz berib uning burnini qanatgandan keyin an tadbir qo'llanmaydi, balki oldin ola oladi. Bu haqda nihoyatda jiq misol ola olamiz. Agar biz o'zimizning tarixidan so'zlasak, oldigan misollarimiz bek ko'p. Endi ikkinchisi, bayon qiladiganim shu, har doim yuksalish ichida turamiz. Chunki biz har doim qanot quyrug'imizni qirqib turamiz, har doim ugunib turamiz, har doim o'qib turamiz, har doim cheniqib turamiz, ishimizni doim yaxshilab turamiz. Maoshda oyda 100 ming so'm topgan bo'lsak, yana bir ishni shunda isloh qilish orqali. Masalan, balki mezojim beradigan yemekni boshqacharoq o'zgartirish orqali sut berish miqdorini bir necha kilo o'stirishi mumkin. Endi bu menga yetdi deb qarab turaversa, sutning bahosi eshib ketib yoki tushib ketib qo'yib qolsa, bu jiqo'gan bilan foydalanmaslik mumkin. Ya'ni yangi islohot tadbirga muhtoj bo'ldi. Ya'ni har vaqt bu ruh tashlanadigan bir ruh emas. Biz doim bir masalani hal qilaversak, yostiqni igiz qirlab uxlaymiz. Chunki bu masalani hal qilib bo'ldim, ishim bitdi, endi ishimiz joyida deb o'ylaymiz. Hech bir zaman unda emas. Hech bir zaman unda emas. İsrailiyaning davlat siyosatida bunda bir nimasi bor. Arabcha istibaqiyya deydi. Bu istibaqiyya deganning ma'nosi oldin qo'l silish degan gap. Uning davlat siyosatida, masalan, pat-pat esinglarda bo'lsa, Ironda bir yadro testi qurilib o'tibdi desa, Gümmede İsrail'in bir qancha aeroplanı berib bombardıman qilib qo'yib keladi. Chunki ularning davlat siyosatida tehlike ishikning yeniga kirib ishigingizni chekkan vaqtda, darvozangizga tayangan vaqtda anandan keyin o'rningizni qo'pang emas. Tehlike chigirdan yiroq bo'lsa-mu, u beshi ko'ringan vaqtda berib yilonning beshini izib etish deydigan siyosat bor. Uning istibaqiyya degani shu. Yani oldin qo'l silish taktikasi uning atalmış. Aynı vaqtda vatanda kiyinma Xitoylar shu siyosatimiz vatanda qo'llandiku. Büyük kütülü tuncuqtirish degan gap boshqa narsa emas. Shu bo'voq vaqtida ujuqtirish demakchi. Demak, asli biz qiladigan yoki biz qilishga tegishlikmi fikr qilish usullarini biz emas, boshqalar ijro qilyapti. Endi uchinchisi, ayt oddiy yuqorqi oyatda so'zlanganga o'xshash, inshaalloh biz mushu ruhni o'zimizni mujassam qila olsaqla halak olmaymiz. Halak olmaymiz. Hem to'g'ri yo'lda mang'alaymiz, hem o'zimizning izzat obro'yi bilan, g'ururi bilan, o'z saltanatimiz bilan yashay olamiz. Dedik, halak olmaymiz deyishdiki maqsadimiz ulab qolmaymiz. Ya'ni jismoniy jihatdan yashardan yo'qolib ketmaymiz demakchi emas. Balki o'z erkinligimiz va huquqimizni qo'limizda tutib turib yashay olamiz, hozirgidek mustamlika va mahkum holga tushib qolmaymiz. Balki hokim o'rinda tura olamiz degan gap. Endi oxirida isloh qilishning qanday yo'llari bor? Bir qancha yo'llari bor. O'ylab men tuvanda so'zlaydigan isloh qilishning yo'llari nihoyat cho'ng, temilar. Her biri üstüne to'xtalsak, uzun vaqt ketadi.
Birincisi her daim ügünüş. Her daim ügünüş. Bu dini ügünüş, penni ügünüş, itikadımızı küçeytiş noktasındaki mezmunlarını ügünüşten başlap, ahlakımızı küçeytişteki mezmun veya ki üzümüzge ma'lum bir iktidar, bir kabiliyet kazandırdıgan texnikilik bilimlerini ügünüş digelerinin hemen özü geldi. Kısa biz ügünüş arkalık üzümüzde yükseltelayımız, elalaştıralayımız. Şu ikincisi, Kur'an'daki en ana prensiplarının biri hakkı tavsiye kılış. Hakkı tavsiye kılış. Bu İslam ümmetinin en mühim alaylıkının birisi hakkı çağırış. Sure eserini hemimiz bilimiz. Ve tavasav bil hakkı ve tavasav bil sabrı. Yani bunda 4 xil kişilerden başkalar ziyan içinde. Bu dünyada ve o dünyada ziyan içinde. İman etqanlar, yaxşı amallarni qilganlar, bir-biriga haqni tavsiya qilganlar ve bir-biriga sabrni tavsiya qilishganlar, anandan keyin bu ziyondan sirtida. Mushu 4 ishni qila olganlar anandan keyin bu ziyondan qutula oladi degan ma'noda. Ya'ni haqni tavsiya qilish o'zimizning ichini, jamiyatimizni, millatimizni isloh qilishdagi bir ilohiy metod, ilohiy yo'l. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de yeni bir ayette vel tekum minkum ummetun yed'una ilal hayri ve yenhauna anil munkar. Yani sizlerden aranlarda bir kişiler olsun, bir türküm kişiler. Olar yaxşıga buyurup yamandan tossun. Yani bu ümmetinin bir alayidiliki bir vazifesi süpütüde Allah Kur'an-ı Kerim'de bu ayetini bizge nazil kılgan. Eğer bu adetini öz aramızda umumlaştıra alsak, eğer Müslümanlar, hakikaten yaxşılanıp gitişten hiç qanday şek şübhe his qilishning hojati yo'q. Endi oxirida 3-chi muhim nuqta. Yuqorqisi bizning angliqligimiz bilan bo'ladi. Ya'ni biz o'zimizning mas'uliyatchanligi, e'tiqodiy kuchimiz bilan isloh qilgan bo'lamiz o'zimizni. O'zligimizdan o'rganib, o'zligimizning haqqi tavsiya qilib. Endi inson har vaqt o'zining ichidagi irodasi bilan qilolmaydi. Bu yetmaydi. Endi 3-chisi nima? 3-chisi nazorat sistemasini barpo qilish bilan isloh qilib bo'ldi. Bunu addi misali deyli. Ma'lum bir davlatda, hatta islom davlati bo'lib bo'lgandan keyin bu qatnash qoidasiga rioya qilishning nihoyatda savob to'g'ri ish ekanligini butkul masjidlarda tabliğ qilsakmi, qatnash masalasi to'liq hal bo'lamda? Bo'lmaydi. Chunki insonlar u qadar angliq olmaydi. Shu bu davlat qanday qilishga majbur? Cho'qim chiroq o'rnatishga, qatnash soqchilarini xizmatga qo'yib, qatnash qoidasiga xiloflik qilganlarni qatnash qonuni orqali embargo yurgizmasa, ya'ni jazolamasa, qatnash masalasi bu davlatda isloh bo'lmaydi. Ya'ni so'zlash bilan, ma'rif bilan, tabliğ bilan, tashviqot bilan bu yetarli bo'lmaydi. Cho'qim tashqi jihatdan bir jazo kuchi bilan, bir nazorat sistemasi bilan buni hal qilish lozim. O'xshash bir oddiy masala deylik, ikki og'ayni sheriklashib tijorat qildi. Ikkilasi yaxshi odam. Niyati pokiza, ikkisi rostchil obdan balla. Ammo sheriklashib tijorat qilgan vaqtda onu kelgüsüde 101 qilish ehtimolliqi bo'lgan masalalarni nazarga tutib turib, Allah Qur'oni Kerimda buyrug'iga o'xshash. Arada bir to'xtam bir narsa yezishmadi. Shuna yezish bo'lgandan keyin bu vaqtning o'tishiga ergashib, insonlarda asta-asta ma'lum fikrda, ma'lum bir masalalarda yangi ishlarning chiqishi bilan o'zgarish yuz berishga boshlaydi. Agar shu vaqtda tashqi bir tuzum orqali, to'xtam orqali harakatini cheklaydigan bo'lsa, o vaqtda nurg'un yuz berish ehtimolliqi bo'lgan masalaning oldini ola oladi. Xuddi bir davlatni o'ylayli, bir davlatni isloh qilish qurollari ikki turlik bo'ldi. Bir tarafda maktab, tashviqot vositalari, gazet, jurnal, kitob, universitet qatorliq yumshoq vositalar, ya'ni kishilarni tarbiyalash, millatni tarbiyalash orqali yaxshilamoqchi bo'ldi. Amaliyotda ma'rif, shu tashviqot vositalarini isloh qilishning bir xil yo'llari, vositalaridan iborat. Şunu olan bir tarafta o devlet şunu bilen lükpayelemde, onda bulmaydı. Şunu olan birge yine sol tarafında türmesi, sakçısı, kanunu, cezalaydıgan bir türküm nizamlar oldu. Yani her ikilisini yol koyuş arkalık anından keyin bir devlette buzukçılık az bo'lgan, yaxşılık köprek bo'lgan bir tüzümlü bir ictimai halini meydana keltirishga asas sala oladi. Eğer bütünlay terbiyege tayinipla isloh qilatdik, mushuk kishilarning angliqligini qo'zg'ash bilan hal qilatdik desak, biroz soddilik qilgan bo'lamiz. O'xshash bolamizga nisbatanmi ma'lum bir tuzum, choralarni qo'llanmay, uningga biz so'zlab berganimiz bilan bu bolalarimiz to'liq biz deganiga, ya'ni qoida tuzum ichiga kiramda kirmaydi. Shu bu har ikkili tarafni teng nazarga olish lozim.
Benim bunu qo'shib qo'yishimning sababi biz musulmonlarda bizda ko'pincha biz aniga bek ahamiyat beramiz. Chunki to'g'risi shu, asli birinchi shart shu. İçidan isloh bo'lmaguncha sirtidan qo'llangan tadbirlar yana qaror kelmaydi. Ammo mushuning bilan hal qilatdik. Mushu tabliğ usullarimiz bilan, mushu kitob chiqarishimiz bilan, mushu gipimiz bilan hal qilatdik desak, sen soddilik qilgan bo'lamiz. Shuning bilan birga tuzumlarimiz, chora tadbirlarimiz bo'lishi kerak. Masalan, nurg'un yaxshi tashkilotlarimiz va hammasi yaxshi odamlar. Agar navoda shular o'zining ichida loyiq tuzumlarni tuzib, tuzumini loyiq ijro qilmasa, ularning yaxshiligi bilan u tashkilotlarning xizmatining joyida unumli minishini ataydi. Va ko'ryapmiz shunda bo'layotganligini. Shuningdek men oxirida shu 3 nuqtani qisqacha xulosladim. Amaliyotda har biri nihoyat uzun so'zlaydigan moddalar. Ammo vaqtimiz cheklik bo'lganligi uchun bu shundan kifoyalanadi. Ammo qad ko'tarildi desakla biz bu ruhga muhtoj. Shu Alloh hammamizni solihlardan emas, balki yana muslihlardan, ya'ni bir kishilik yaxshilik qiluvchilardan emas, o'zidan halqib, atrofini yaxshilay oladigan, o'zini har vaqt yaxshilay oladigan islohot ruhi uning shaxsiy hayotidami, ijtimoiy hayotidami to'liq tatbiqlangan mo'min musulmonlardan bo'lishga hammamiz Alloh nasib qilsin.